Battinda aksiya. Boshqacha olaylik. Qanaqa? Hozir ko'rsataman. Aka, bizani ba'zi bir do'konlarga o'xshab, o'zi arzon bo'lgan narsani olib kelib aksiya qilyapti deb o'ylayotgandirsiz, lekin unaqa emas. Aka, mana bu qo'limdagi futbolka do'konimizda sotilayotgan futbolkalar. Narxini ko'ryapsizmi? 119.900 so'm. Firmasi, kачествоsi bir xil. Bemalol kelib do'konimizga solishtirib olsangiz ham bo'laveradi. Narxiga qiziqdingiz-a? Narxi atiga 59.900 so'm. Bittani puliga ikkita olasiz, aka. Nega bunaqa arzon degan savol tug'ilyaptimi? Pastlashlari qaysidir modellardan ko'p bo'ladi. Biza borib, tezroq pulingni yechib olasan deb gaplashib, u deb, bu deb narxini maksimalni tushiramiz. Agar bizga to'g'ri keladigan darajada tushirib berisha olmasa narxini, ziyoniga bo'lsa ham shunaqa chiroyli qilib narx chiqazamiz. Mana shu finka qanaqa havo o'tkazadi deb o'ylaysiz? Lekin badaningizni umuman ko'rsatmaydi. Mana shunaqa har xil modellari bor. Optimda 140 mingdan 180 mingga sotilgan. Donada undan ancha baland sotiladi. Ustimda turishini qarang. Kiyim-kechak bilan shug'ullanadigan tanishlar bo'lsa, bitta ko'rsatib ko'ring. Sifati, narxini o'zlari aytishadi. Bizada aksiyada 89.900 so'm. Foydalanib qoling, aka. Aksiyadagi shimma narxi necha pul deb o'ylaysiz? Hozir aytaman. Aka, qarang, bellar rezinali. Mana shunaqa aksessuar, vishivkalari ham bor, logotip tushirilgan. Materiallarni aka gapirib o'tiraymi? Yumshoq stretchiy. Xullas, olasiz, maza qilib kiyasiz. Aksiyadagi narxi 89.900 so'm. Ulgurib qoling, aka. 300 minggacha bo'lgan har xil modeldagi sifatli setishni oq kiyimlarni aksiyada 119.900 chiqazdik. Bilaman, kamchiliklarimiz ko'p. Ba'zida kelganingizda sizga yoqqan modeldan razmer tugab qoladi. Hazina xafa bo'lsa, odam ko'pligini ko'ryapsiz-ku. Bunaqa sifatli kiyimlarni bunaqa narxda shuncha odamga yetkazib berish ham oson emas-da, aka. Lekin sizni xursand qilish uchun maksimal harakat qilyapmiz. Kamchiliklarimizni sekin-sekin to'g'rilayapmiz. Bu aksiyamiz 5-apreldan 8-aprelgacha Battinning barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Kutamiz, aka.